Bugun sizlar bilan Matiz avtomobilini hadovoyini noldan yig'ishni birgalikda ko'rib chiqamiz va bunga biz 100% o'zimizning milliy mahsulotimiz bo'lgan TRT dan foydalanamiz. Hamma qiziq joylarini video davomida ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Okela, ish jarayoni ham yarmiga yetib qoldi. Xudo xolasa, kuzatib boringlar, sifatli avtomobil ehtiyot qismlarini Exatdan topasizlar. Bu avtomobilimizga o'zimizning milliy brend TRT dan foydalanamiz. Qolgani video davomida ko'rasizlar. Ko'rib turgan Matiz avtomobillarning hadovoyi to'liq 100% bitkazib bo'lindi. Keyingi videomizda qaysi mashinani hadovoyini qilib ko'rsatib berishimizni xohlagan bo'lardik. Kommentariyada yozib qoldiringlar.